Xo'p, bo'lmasam bizlar davom qilamiz. Kelinglar minimalkani yana 3400 so'mdan boshlaymiz. Hozir qaranglar, sizlarga udar taktikachani ko'rsataman. Diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Qaranglar. Bizlarga mana shu rasm bor-ku, mana shu rasmni shunday tortamiz. Mana hozir bu yerda o'z to'xtang qalamchani chiqaray. Mana bu yerda mana hozir bitta zambarak turgan, to'g'rimi? Mana zambarak turgan. Mana shu zambarak ikki marta, ya'ni hozir birinchida chiqdi, to'g'rimi? Ikkinchida ham ana shu zambarak chiqsa, keyingida bizlarga yutuq beradi do'stlar. Mana shu taktika bilan ham normalniy o'ynasangizlar bo'ladi. Davay, bo'lmasam ketdik. Strategiya tushunarli bo'ldi. Agar tushunmaganlar bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, mana ikkinchida bilan zambarakni o'ziga yutuq berib qo'ydi. Mana shu yerda ham yutuq beradi, lekin dalshi davom qilamiz, qaranglar. Xo'p, 400 ming so'mdan boshlaymiz. Xo'p. Bitta dagon bo'ladi, bo'lsa ham hozir bitta dagon bo'lishi kerak, adashmasam. Agar bitta mana shu dagon bo'lib qolsa, keyingiga vabank qo'yamiz, chunki bittadan nariga o'tmaydi bu strategiyaning dagoni. Bo'lmasam ketdik, davay. Bosamiz. Birinchi dagon. Ana endi ikkinchiga max hammasini qo'yamiz, ketdik. Davay, ketdik ana endi. Opa, ko'rdingizlarmi? Bitta dagon deganim, hozir bizlarga 2 koeffitsient chiqdi. 2 koeffitsient chiqsa ham, normalniy aytganimizdek yutuq beryapti. Xo'p, qaranglar, ana endi faqat bir xil o'ynab turmaysizlar-da, qaranglar. Endi boshqacha taktika qilasizlar. 3550 so'm qilasizlar. Ana endi 4 marta ketma-ket yutuq bermasligini kutasizlar. 1 2 3 yutuq berdi, 0 dan boshlaymiz. 1 2 3 yana yutuq berdi, qaytadan 1 2 3 yana yutuq berdi. 1 2 3 4 bilan yutuq beryapti. 1 2 vay biladi. Shoshmanglar-da, asosiysi shoshmaslik kerak. Shoshsangizlar yutqazib qo'yasizlar, minusga kirib qo'yasizlar. Ana bu 3, mana bu 4 bo'ldi, normalniy. Xo'p, 2 millionga oshirdik hozircha balansimizni. Yaxshi natija bu. 62500 dan boshlaymiz. Bu strategiyada ko'p risk qilishni tavsiya qilmayman. Bo'lmasam ketdik. 1 normalniy ber, normal 62375 ming so'm beryapti. Bu strategiyamiz bezdagon chiqdi. Kelinglar yana bir bor sinab ko'ramiz. Hozir bitta 2 koeffitsient berishini kutaylik. 3200 so'm bilan qaranglar. Mana bu ham zo'r taktikacha. Bizlarga hozir 2 koeffitsient berishini kutamiz. Hoppa, mana 2 koeffitsient berdi. Ana endi qaranglar. 3x oshiramiz, 12800 ni 2 marta yutqazishini kutamiz. 1 2 malades, zo'r. Xo'p, ana endi qaranglar, 62500 dan boshlaymiz, yana ketdik. 1 chiqdi, yana bitta yutuq berish kerak. 1 dagon bo'ldi, 125 2 normal, bitta dagon. Ko'rasizlar, strategiya zo'r. Ana endi 0 dan boshlashimiz kerak. Boshda nimani takrorlagan bo'lsak, o'sha strategiyadan davom qilamiz, qaranglar. Bu strategiyaga normalniy risk qilsak bo'ladi, prosta minimalkani ham o'shanga yarasha qilishingiz kerak. Bizlarga ketma-ket 2 marta rasm orqasida zambarak chiqishini kutamiz. Davay, ketdik. Bitta bor, yaxshi. Ikkinchi yo'q. 1, yaxshi. Ikkinchida yana yo'q. 1 bor. 2 da ham bor, mana ko'rib turganlaringizdek. Ana bunga cho'tki risk qilaman men. Qaranglar, 500 ming so'm boshiga qo'yaman, yes cho'tagon bo'lib qolsa, ikkinchida 100% yutadi bu ham. Davay, 5 ming so'm, 50 ming so'm, 500 ming so'm. Birinchimiz ketdi. Qani omadli keladi. Bosdik, davay. Qo'y bila. Ko'rdingizlarmi? Bittada bezdagon o'xshayapti. Mana bu strategiyani cho'tki mazza qilib o'ynasangizlar bo'ladi. Hozircha biz 500 ming so'm pulimizni 5 million 974 ming so'mga ko'tardik. Bu normal natija, zo'r. Xo'p, ana endi qaranglar, yana eski taktika, yana boshqacha qilamiz endi. 3350 so'm qilamiz va biza darogi taktika, ya'ni 4 ta yutqazish berishini kutamiz. Xo'p, ketdik. 1 2 3 yutuq berdi. 0 dan 1. Shoshmanglar, asosiysi shoshsangizlar o'sha yutqazib qo'yasizlar. 2 3 4 vay biladi. 1 2 3 4 malades. Ketdik, yana 62500. Bunga ko'p risk qilmanglar. Davay, ketdik. 1 dagon, ikkinchiga 125 2 cho'tki 1 million so'm. Nima deyapti strategiyamiz? Bu ikkinchi taktikamizda bitta ikkita dagon bo'lyapti maksimalli.
Birinchi taktikamizda bezdagon bo'lyapti. Maksimal bitta dagon bo'ladi. O'shaning uchun riskni hammasini bozmanglar. O'shanga balansga qarab bosishingiz kerak do'stlar. Xo'p, ana endi qaranglar. Birinchi taktikamizga qaytib bitta normaliy riskcha qilamiz balansimizni oshirish uchun. Xo'p, buning uchun minimalkani cho'tki qilish kerak. Qaytib o'tganda 6400 lik minimalka bilan cho'tki risk qilamiz. Xo'p, ikkita zambarak ketma-ket. Uy biladi. 1 bor, 2 da ham bor. Ana endi nasib bo'lsa ketdik. 2 million so'm risk arziydi. Davay, ketdik. Bosamiz. Birinchi ketdi. Va bank. Omad bu yo'g'i. Chiqish kerak. Chiqadi bu strategiyani men eng yaxshi ko'radigan strategiyam. Bo'lsam ketdik. Davay, bosamiz. Opa, normalniy. Yuragim dapillab ketdi borku, pizdes. 2 koeffitsient berib bilad, bir 4 mi, 6 mi berib tashlamaysanmi? Shunaqa risk qilganimda bilad. 9 million 600 shukur shunisiga ham yomon emas o'zi. Qazib qo'ygan bo'lsa, shu pizdes bo'lib qolardim men. Xo'p, nima qilamiz? 10 milliongacha risk qilamizmi? Hozir yana bitta YouTube berish kerak deb o'ylayman. Kelinglar, balansimiz normaliy, bitta risk qilaylik-chi. Xo'p, qani? 1 360 qilamiz. 360 ming so'm. Ketdik. Davay. Chiqmadi. 500 ming so'mlik. 5 ming, 50 ming, 500 ming. Ketdik. Davay. Opa, yaxshi yana bitta. Oh, biladi. Davay. Davay. Sraz 2 million so'm. Ketdi. Va bank ketdi. Davay. Uy, bilad, suka. Uy, bilad. Uy, jalab chiqqan qaranglar. Uy, bilad, suka. 90 million, suka. Voy, onasini sikay bilad. Uy, bilad, yutuni qaranglar. Uy, bilad, 90 million. Ахуеть. Bitta screenshot olamiz. Uy, bilad, pizdes. Ахует, bilad, ахует, screenshot oldim bilad. Uy, bilad, yutuni qaranglar, yutuni to'xtanglar. Pizdes, pizdes, bitta screenshotcha. Uy, bilad, zanosti yipatik bo'ldi-ku bilad. Ахует, suka bilad. Yordik akalar, boru. Pizdes. Strategiyani ko'rdingizlarmi? Taktikalarni. Hozir boru kim oxirigacha, mana shu yergacha ko'rib turayotgan bo'lsa do'stlar, uy bilad. Hayajonlanyapman boru. 500 ming so'mmi? 90 million so'm. Suka bilad. Nersa olib haydashga arziydi lekin dam olishda. Uy bilad, qaranglar. Bilad, pizdes. Короче, pizdes. Hozir kim mana shu yergacha ko'rayotgan bo'lsa, men eng zo'r, eng udar strategiyalarni ko'rsatdim, bilad. Pizdes, pizdes, pizdes. Dahshat, короче. Gap bo'lishi mumkin emas strategiyamga. Bo'lmasam, eng zo'r narsa bu stop. Stop lossni yoqish kerak vaqtda. Hozir men toshni yutqazib qo'yaman, chunki deganda men hozir bir 15-20 millionda o'zim to'xtatmoqchi edim, chunki deganda biz 500 ming so'mdan ko'tarib ketyapmiz. O'sha pizdes bu yo'q. Azart yonib qolsa, vashi yutib bermaydi kerak bo'lsa. Dahshat, boru. Gap yo'q, vashi dahshat. Xullas, do'stlar, eng zo'r strategiyalarni ko'rsatdim. Ana shu yergacha kim ko'rayotgan bo'lsa, o'sha tushundi, o'ynab yurgan ham tushundi. Xullas, kanalimizga obuna bo'linglar, podpishkani bosinglar, kommentariyani, laykda, obunada. Bo'lsam, nima deyman, barchalaringizga omad, sizlarga ham mana shunaqa omad bersin do'stlar. Bo'lmasam, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar. Videoni o'chiramiz, pizdes bo'ldim mana o'zi.